Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, yaxshimisizlar, tuzimizlar. Xudo xolasa mana bugungi ishimizni ham boshlab oldik. Bugungi ishimiz Xudo xolasa baliqchiga kelganmiz, baliqchini Oqtepa degan mahallasiga. Akamiz 5 ta ko'sa zakaz qilgan. Xudo xolasa mana ish jarayonlarini ham qo'yib borishga harakat qilamiz. Mana Xudo xolasa akamiz 5 ta ko'sa zakaz qilgan, mana tushiryapmiz sekin. Bunga 3 tali Xudo xolasa tualetga ekan. Voh, ko'payib tushdimi? To'g'risi begona yana bitta tashlaymiz. 3 ta bo'ladi. 2 taligimiz mana. Bu oshxonaga ekan, Xudo xolasa. Aynan xizmatlar kerak bo'lsa, tanish-bilishlarga Xudo xolasa chiroyli o'rnatib beramiz. Aytaverasizlar. Bittadan like gumbillatib, podpishka qorasida jigarlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yamiz.